tavhid olimlari aytishadi. Allohning o'z bandalariga bo'lgan muhabbati hamma bandalarga bo'lgan umumiy rahmatdan ziyoda narsadir. Alloh o'zining bandalariga bergan muhabbati Alloh hamma bandalarga bergan umumiy rahmatdan ko'ra balandroq narsa. Sen pastkash, razil odamga ham rahming kelishi mumkin. Razil, tuban, pastkash odam. Yaxshi ko'rmaysan, ammo rahming kelishi mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi mana fosiq, fojirlar, munofiqlarda. Lekin rahmi kelib rizqini berib qo'yapti. Alloh hammaga rizq beradi, hammaga rahim qiladi, ammo hammani yaxshi ko'rmaydi Alloh taolo. Dalil? Astagfirullah. Kullan numiddu haula'i va haula'i min ata'i robbik va ma kana ata'u robbika mahzura. Ey Muhammad alayhisalom, bu dunyoda odamlarning barchalariga, mana bu mu'minlarga ham, mana bu kofirlarga ham Parvardigoringizning ne'matidan ato eturmiz. Parvardigoringizning ne'mati hech kimdan man qilinmas. Beraveradi. Ammo muhabbati mu'minlarga bo'ladi. Allohga muhabbatim bor deb qo'yish oson. Allohga muhabbatim bor deb da'vo qilishlik oson, lekin dalil so'raladi. Mana shu o'tirishimiz dalil. Ruhiy, nafsiy tarbiya darsini eshitamiz, Allohga bir muhabbatimiz ziyoda bo'lsin deb o'tirdinglar, mana shu o'tirishlar dalil bo'ladi. Amalda ko'rsating. Masalan, bir odam vafot etdi. Ertasi kuni bir odam keldida, meni ota-onamlarda dedi farzandlariga 100 ming so'm pul bergandim, haqqim bor dedi. Bolalar berishdi. Ertasi kuni boshqa bir kishi kelib turib, meni ota-onamlarda 1 million haqqim bor edi dedi. Buni ham shart berishadimi? Nima deydi? Dalil bormi deydi? Raspiskasi bormi? Yo 4 ta odam guvoh bo'lganmi? Qanaqa deydi? Yo so'rab kelsanglar beraveradimi? So'rab kelganki odamga beraverishi aqldan bo'ladimi? Yo'q, dalil so'raladi. Xuddi shunga o'xshagandek, Allohga muhabbatim bor degan odamga nima deyiladi? Daliling bormi deyiladi. Astagfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum vallohu g'afurur rahim. Ey Muhammad alayhisalom, ummatlaringizga ayting, agar sizlar Allohni rosakamaga yaxshi ko'raman degan da'voinglar rost bo'lsa, rostdan Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga itoat qiling. Shunday deb ayting. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Rasulullohga ergashishlik Allohga bo'lgan muhabbatingizni dalili. Rasulullohga bo'lgan muhabbatingiz va itoatingiz ergashishligingiz Alloh sizni yaxshi ko'rishiga dalil bo'ladi. Allohga osiy bo'lib turib, men Allohni yaxshi ko'raman deyishlik, birodarlar, bu yolg'on da'vo. Bunaqa beadablik qilmaslik kerak odam. Chunki gunoh ustiga gunoh. Faraz qiling, 4 ta bolani qonni ochib o'tiribdi. Ota bitta o'ziga yarasha ovqat topib kelib olgan, shirin ovqat, bolalarning qorni och, yeyapti-da, bolalar men sizlarni yaxshi ko'raman deyapti. O'zi bolalarni och qoldirib qo'ygan mana shu odam o'zi. Endi och qo'ydirgani yetmagandek, ovqatni yeb turib men sizlarni yaxshi ko'raman deyotganligi gunoh ustiga gunoh. Biz ham Allohdan qo'rqamiz, namoz o'qimaganimiz bilan. Biz ham qalbimiz toza, qalbing toza emas seni. Sen Allohdan qo'rqmaysan. Chunki Allohdan qo'rqqaningda nima qilarding? Gunoh ustida turib, men Allohni yaxshi ko'raman dema, birodar. Seni gunohdan olayotgan lazzating sen uchun Allohdan ko'ra qimmatroq ekan. Allohning roziligidan ko'ra mana shu lazzating sen uchun mahbubroq ekan. Shuning uchun Alloh taolay aytadi: "Qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va azwajukum va ashiratukum." Otalaringlar, bolalaringlar, aka-ukalaringlar, xotinlaringlar, uylaringlar, mana shular Alloh va Rasulidan ustun bo'ladigan bo'lsa, Alloh va Rasulidan ko'ra muhabbatli bo'ladigan bo'lsa, Allohning balosini kutib turinglar deydi. Shuning uchun ishingiz, oilangiz, kasbingiz, tijoratingiz, ulfatingiz deb Robbingizga osiy bo'lyapsizmi? Demak, Allohni qo'yib mana shularni yaxshi ko'rar ekansiz. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar kimga muhabbat qattiq bo'ladi? Allohga muhabbat qattiq bo'ladi. Kishi Allohga itoatda turibdi. Bu bitta daraja. Kishi Allohga muhabbatda turibdi. Bu bitta daraja.
Bizni surgan holatimiz ham xuddi shu ikki odam bittasi. Yo itoatdamiz, yo muhabbatdamiz. Qaysinisi qiyinroq? Muhabbat bitta daraja, itoat. Biz shu itoatdamiz yigitlar, tushuninglar shuni. Biz o'sha muhabbatga chiqaylik deyapmiz. Siz itoatda turganingiz uchun ayrim shar'iy amallarni qilish sizga qiyin bo'lyapti. Agar muhabbat darajasiga ko'tarib olsangiz qiyin bo'lmay qoladi. Zakot berganlar boshida qiylanib yurib bergan. Namozni o'qiganlar boshida. O'zi roza tutish juda qiyin bo'lgan boshida, ammo keyinchi zo'r qoida borda, toatning, ibodatning faqatgina avvali mashaqqat bo'ladi, keyin rohat bo'ladi. Toatning avvali mashaqqat, keyin rohat bo'ladi. Tushunarlimi? Mana 15 kun o'tibdi, muborak bo'lsin. Beliga kelibmiz roza oyini. Hozir saharlikda nomiga turib bir piyola suv ichib qo'ysangiz ham kuningiz ketyapti. Iftor borganda yemasangiz ham kuningiz o'tyapti. Ko'rdingizmi? Boshida qiyin bo'ladi-da. Bir kun, 2 kun qiynalib, sabr qilib nafsni ushlab turing ketayidan. Bu yog'i rohat bo'lib qoladi. Ma'qulmi? Ammo itoatdan oliyroq martabaga o'tgan inson esa Allohga muhabbatli bo'ladi. U muhabbatini ustun qo'yadi. Itoat emas, muhabbat birinchi o'rinda turadi.